Ha, balandroq o'ynat, ha, ana shunday. Nargi oyog'ingga ham qo'sh. Nimaga o'ng oyoqda o'ynayapsan? O'rganishga bo'ladi-da. Yo, o'rganishga bo'ladimi? Sirazi boshida uringin. Qachon o'rganasan? Vaqt ketyapti, umr ketyapti. Davay, sen tengdoshlaring terma komandada o'ynayapti. O'zbekiston terma komandasida sizlar yuribsizlar. Hali dribling qila olmaysizlar, hali freestyle qila olmaysizlar. Mahorat bilan qilish kerak hamma narsani. Shohruq ishla, ikkala oyog'ingga yelkani qo'shding, yaxshi. Ishla, ko'p qochiryapsan to'pni. To'pni boshqarishni bilmayapsan, o'rgan. Ha, tizzangni qo'shding, yana ikkala oyog'ingni qo'sh dedim men senga, quloqsiz bola. Ha, chap oyog'ingga ham ishlat. Ha. Ha, Sanjar. Balandroq depsang nima qilmaydi? Nargi Sanjarda yaxshi chiqyapti. Ana boshini ham boshda peshana qismi bilan o'tuvdik-ku, bosh bilan ishlagandik-ku. Bosh bilan qanday udar berishni o'rganuvdik-ku. Peshana qismi, ikki yon qismi bilan masalan darvozaga gol urishda kerak. Freestyle sizlarni mahorat bilan gol urishlaringga, super gol urishlaringga yordam beradi. Gibkasni keltirib chiqaradi. Yaxshi o'ynatinglar. Ko'rgan odam maza qilsin, malades desin. Ha, Sanjar. Ikkala tizza ishladi, yaxshi. Baland bo'lganda ana shunday. Ha, yana. Yaxshi, ana tizzalar ishladi. Bosh, aha. Yo, qo'sh kerak to'pdi, Sanjar. Oldinga ketib qolsa to'xtab qolyapsan. Quv orqasidan quv, tushirgan qo'yma, yugurib bor. Ketib qolsa oldingdan. Bor, boshqar. Ha, yana. Nimaga yerga tushiryapsan? Nimaga boshingni yerga tushiryapsan? Nimaga tushiryapsan? Sabab? Tushirma. To'xtovsiz, sonini ko'paytir. Ha, ana bo'larkan-u. Ana shunday. Boshqar. Chaqqonlik bilan boshqar to'pni. O'zingga yo'qsin qilayotgan ishing. Nomiga haligi pokazuxa degan gap bor o'rischasiga. Nomiga xo'ja ko'rsinga tepmagin. Sen o'ynagin to'p bilan. Mana menga keldi. Qochirma. Maza qilib o'yna-da, o'zingga yo'qsin. Rohatlan o'zing. O'zing uchun qiziqarli bo'lish kerak. O'zing uchun qiziqar. Ha, Shohruq. Yaxshi, tizzangni, boshingni qo'shding. Yana men sen, Shohruq. Bosh bilan ishlagandik-ku o'tgan trenirovkalar. Bosh qayeri bilan ishlashimiz kerak. Nima tevang bilan orqaga uryapsan? Peshana qismi bilan, mana yuqori boshda peshana qismi, yuqori qismi, yon qismi bilan to'pni boshqarasan. Tevang bilan uryapsan, ketyapti to'ping. Noma'lum tomonga. Ha, Sanjar, senda qanday bo'lyapti? Davay. Balandroq deb. O'ynat, dadil. Ha, Sanjar. Tizza ishlab, malades. Ana shuni aytuvdim-da, ikkala oyog'im mana orqa tarafdan. To'pig'ida tashqi qismi, ichkarigi qismi, ha, mahorat bilan. Ana shunday. Hali imtihon topshirasizlar freestylda. O'ylamanglar, darslar shunchaki haligi vaqt o'tkazish uchun deb o'ylamanglar, imtihon topshirasizlar. Hali imtihonlaring oldin sal o'rganib olinglar. Ishla, balandroq, ha, tizzani qo'sh, ha. Ha, yugurib ke-da, nima to'p oldinga ketsa to'xtab qolyapsan. Qochirma to'pni. To'p qochdimi, yetib bor. Tushirma yerga. Ha, tizzang qo'shildi, Sanjar. Yaxshi. Futbol gruppamizda freestyle'lar qo'yilgan-ku videodan. Sanjar. Zarbdor futbol klubini ana Telegram kanalida bor-ku freestyle masterlarning freestyle'lar qo'yilgan. Ko'rib o'rganmaysizlarmi? Davay. Ishla, vaqt ketkizma. Shohruq dangasalik qilma. Davay, ishla. Shohruq dangasalik qilma, ishla.
Yaxshi ishla. Mahorat bilan, master darajasida trenirovka qilish kerak. Shohruh davay. Ana shuni freestyle zo'r o'rganib olsalaring, futbol paytida juda sizlarga qo'l keladi. Juda qo'l keladi. Keyin eslaysizlar gol urgandan keyin freestyle foydasini. Eshityapsanmi? Ha? O'pka tamom bo'ldimi? Yo'q. Ha? Uyga vazifani bajaryapsizlarmi? Yuguryapsizlarmi? Nafas mashqini bajaryapsizlarmi? Albatta. Ochishlaring aldolmaysizlar. Maydon ko'rsatadi. Mana yerga kelganda uyga vazifani bajaryapsizlarmi, yo'qmi ko'rinadi. Eshityapsanmi Sanjar? Davay. Ha, qochirma. Tushirma. Qochdimi yugur, sirazi yugur. Tezlik kerak. Abjirlik, epchillik kerak. Yugur, quv. Ha, o'zgarish bor, yaxshi. Evolyutsiya bor.